Mana saxovatli Boqijon Birgat fermer xo'jaligida gummat kalli suspenziyasini sepyapmiz. Gektariga 2 litrdan, bug'doylarga gektariga 3 litrdan urgandik. Effekti juda ham yaxshi bo'ldi. Mana effektini ko'rib paxtalarga ham uryapmiz. Mana paxtani holati birinchi sepishimiz. Xudo xolasa har 10 kunda yoki bir haftada bir marta uramiz. 4 marta ishlayveramiz xudo xolasa paxtaga. Gummat kalini juda ham foydasini ko'rib hayron qoldik. Juda ham yaxshi ishlab chiqaribdi. Ham amafost tashlab eklaganday bug'doylarimizni ham juda ham qoraytirib, juda ham bo'ylarini chiroyli qilib berdi. Endi hosildorligini ko'ramiz xudo xolasa. Ko'rib ishqo'z bo'lib, mana paxtalarimizga ham olib sepyapmiz. Mana bugun boshladik. Yana bir haftadan keyin yana qaytadan efir qilib sizlarga ko'rsatamiz.